Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi 20 va 21 avgust kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. O'zbekistonga salqin havo kirib kelmoqda. Videorolikni o'tkazib yubormasdan hamma ko'rsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni, videoroligimizga esa like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Diqqat qiling. O'zgidromet 20 va 21 avgust kunlari O'zbekistonda kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechalari 21-23 daraja, kunduz kunlari 36-38 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechalari 20-25 daraja, kunduz kunlari 35-40 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechalari 20-25 daraja, kunduz kunlari 35-40 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechalari 18-23 daraja, kunduz kunlari 34-39 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechalari 21-26 daraja, kunduz kunlari 38-43 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechalari 18-23 daraja, kunduz kunlari 33-38 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechalari 15-20 daraja, kunduz kunlari 26-31 daraja bo'ladi deyiladi ma'lumotda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolikka like bosib, ob-havoni barcha tanishlaringizga yuborib, ogohlantirib qo'yishni unutmang.